2,5 milliard topishimiz kerak. Qanaqa? Shilaka blok chiqaramiz. Xitoy devori qulab tushdi-da, boshqa shilaka blokdan ko'tarishadi. Men kimyo bilan gaplashib qo'ydim. 180 ta kamazda jo'natib mo'ri pul tayda qolib ketamiz. Yo'q-e? Ha, Malibu olasan, qora. San bironta biznesga o'xshaganmi o'zi? Men yoshligimda sheribum sotgan motoqa qilganman. Ha, bolalar qalaysizlar? Bu ekanmi? Men sizlarga nima dedim? O'qish kerak dedimmi? Mana natijasi. UBS. Qilichev sunnatmisiz? Da. Tabriklaymiz. Siz UBS universitetiga o'qishga qabul qilindingiz. O'qishga kirding. Ha, jichi o'qiychi? Manchi. Svarshiylik qilasan. Kirasan. Boyliklarimiz tushdi, qarang qolmi? Qo'ymasamiz, sevaringkami? Yo'q-e? Qara buni-chi, Mozambikka eksport qilamiz. Bifrit Zaha bilan gaplashib qo'yganman. Qishladi boylardan bo'ladi. Ruzali chaqirib yubor. Ruzali nima qilasan? UBS universitetiga o'qishga topshirmoqchi edik. Shunaqa. Ha, o'qimoqchi eding-da. Qo'yindan foyda, o'qishdan foyda yo'q. Sotib millioner bo'lib ketadi. Malibu olmoqchimisan? Ha, olmoqchi. Bo'ldi, o'qishdan atmay qilmaysan. Bormayman. Yo'qalay bo'yka, yo'lda urma. Ular achiganda sotilmadi ham bironta. Yo'q, achiganda emas u. Pishmaganidan xomizni qo'yibmiz. O'zi o'shani bo'ygan gapga kelib o'qishga topshirishim kerak. Maza qilib o'qib yuradi. Be, o suvlonga bera olaman hozir. O 2,5 millionga ishlaydi bitirib turib. Biz 2,5 milliard topishimiz kerak. Oshin serialini taqdim etadi. Ustozit. O Zenit. Mani ismim Jamshid. Men Yaponiyaga ketishim kerak. 1 yildan beri yoningizda yuraman, hech nima o'rgatmadingiz. Sen bola ko'r bo'lib qolma, o'rgatmadimmi? Ha? PlayStationda bo'yidan tashlab qo'yishni o'rgatmaganmanmi? Ha, kechiring ustozit. Bu yana it deyapti. Sen bunchalik itmasmikin? Ustoz. Quriyotsan yonga qarab. Ustoz, Yaponiyaga borsam, non olmoqchi bo'lsa, magazinchiga qanaqa tushuntiraman? Magazinchiga borasan. Hay! Bu ikkita. Qaytar. Hey! Ya, aksentingni to'g'irlash kerak. Nima urmading? Zamon ko'tarmayapti, bratan yozib yuboradi. Qog'oz ruchkangmi? Assalomu alaykum, patsani. Кто чемпион здесь? Sizmi trener? Zo'r ekan, shumi? Bu yangi, ana zo'r. Farqiga kurashaveraman. Bunaqa dedi? Ana zo'ra bor. Bash farqiga kurashaveraman. Bunaqa dedi? Senmi zo'ra, senmi? Manman zo'ri kurashasanmi? Brat, to'g'risi men kurashchi emasman. Og'ir atletikachi. Siltab ko'tarish bo'yicha jahon chempioni. Shunaqa bo'ldi. Suv bormi, suv quyib qo'yingga nima qildi? Aytdim, Mamont bilan tortishib qoldi. Nima deyapsan? Yer yuzidan Mamutlar qirilib ketgan. Bolqon yarim orolda tasbihini yurgan ekan, o'sha bilan tortishdi. Nima qildi xo'p? Bo'ri tishini sug'urdim, qotil ketdi. Qani? Ketchup bu. Mamontning genida ketchupni atom zarralari bor ekan. Yana boshladingmi, bol? Max yelkani qashlab qo'y. Qo'li qani? Qo'l urushda gangrena bo'lib o'qitib keslashgan. Hozir qo'ling bor edi-yu. U protezdir. Mana nima unda? Bu ham protez. Alisher Navoiyni a'lochi o'ynash kerak. Behruz o'ynaydi. Ma, kecha kelgandir degan zo'r bilamanmi? Jim, hamma formadan kamisi keladi. Kelaver. Xullas, maktablar o'rtasida futbol bo'yicha musobaqa bo'layotgan. Yaxshi o'ynaydigan o'quvchimizni bular tanlab olgan. Kim yaxshi o'ynaydi? Esa o'tir. Behruz a'lochi yaxshi o'ynasa kerak shu. Ma, yaxshi o'ynash, Shivanch Tagirni ham bilamanmi? Olma boshiga tushgan. Hammaga tushunarli bo'ldi mavzu? Ustoz uyga vasfdan so'ramaysizmi? Obbo. Biz jurnal oxiridamiz, ungacha darsga yetib xavotiramiz. Bugun jurnal oxiridan boshlaymiz, ha? Shavkat tutun. Ustoz uyimizda tok pasayib ketganda o'shanga svetlarimiz yonmayapti, dars qila olmadim. Bunaqa bahona qilma. Mana dustyel lampochkalarni uyga o'rnatsang, ko'k pasayib ketib 180 volt bo'lganda ham ishlayveradi. Biz uyda dusil lampochkalari bor.